Nima uchun hozirgi ko'pchilik ayollarda follikuli yetilmayapti? Asosiy sababi ko'pchilik ayollarimizda insulin miqdorining ko'payib ketishi. Insulin bu qonga tushgan shakar, ya'ni glyukozani hujayralarga haydab berish vazifasini bajaradi. Hozirgi kunda stress omillari, tana vazni oshgan ayollar ko'p bo'lganligi uchun insulin baland bo'lgan sari tuxumdonlarda follikulalar yetilishiga xalaqit beradigan holatlar kuzatiladi. Sodda qilib tushuntirganda, bunday holatda agarda siz follikulingiz yetilmayotgan bo'lsa, bitta topshiradigan gormonlaringizga qo'shimcha ravishda insulin topshirishingiz kerak. Agarda sizda insulin baland bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanishingiz kerak. Ikkinchi o'rinda 10,000 qadamdan ko'proq yurishingiz kerak kuniga. Uchinchi o'rinda biguanit saqlovchi preparatlar, ularni endokrinolog yoki ginekolog konsultatsiyasi orqali, ya'ni masalan Ciafor, Metformin, Glucophage kabi dorilar eshitgan bo'lsangiz kerak, shunaqa dorilar beriladi va albatta endokrinolog hamda ginekolog konsultatsiyasidan o'tish kerak bo'ladi. Agar sizda ham shunday holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, ya'ni follikuli yetilmayotgan bo'lsa, ushbu tavsiyalarimizga amal qiling.